Kechirasiz. Kelinglar. Bizga ikkita amerikano. Amerikano? Qachondan beri bu kishim amerikano ichadigan bo'lib qolibdilar. Axir bu kishim 2 qoshiq shakar solingan, ustiga yurakcha tushirilgan kapuchino ichadi-ku. Yana u kishim kofeni mana shunaqa qulupnayli shirinlik bilan yeyishni yaxshi ko'radilar. Yoqtirgan ranglari sariq rang, yoqtirgan ovqat sho'rva. Sho'rvani sharillatib ichadi. Kech payt qo'rillatib xurrak otadi. Yana belida xoli ham bor. Ertalabda no'xat yeb orqasidan qaymoq ham yeydi. Yana biz bu kishim bilan birgalikda kechalari PUBG o'ynab chiqardik. PUBGda telefonlarimiz qotib qolmasligi uchun hattoki bir xilda mana shunaqa Itel Super 26 Ultra telefonni ham sotib olgan edik. Bu 144 Hz da ishlaydi, 6000 amperlik. PUBGda ham 60 FPS da juda chiroyli ochardi. Hozirgi kunda juda ham trend telefonligi uchun birgalikda sotib olgan edik. Hattoki bu telefon shu darajada pishiqki, tashlab yuborsa ham hech narsa bo'lmaydi. Biz shunaqa urush talashib ishlatardik. Afsus. Yana bir gap. 2 kundan keyin bu kishimi tug'ilgan kunlari. Siz haqingizda shuncha ma'lumotni qayerdan bilyapti? Ha, aka, 2 kundan keyin tug'ilgan kunligini qayerdan bildingiz? Bilaman-da. Men bilmasdan kim bilsin? Bu bizning 26 yillik sinfdoshimiz. Sen qirchang'i buni yo'ldan urguningcha bu biz bilan kuruyda birga yurardi. Sen bilan tanishdi, hammamiz chopib ketdi bu. Ungacha ayrilmas oshna og'ayni do'st edik. Mana hozir telefonlarimizga ham javob bermaydi. Sen bilan ketdi bizni kechib. Yeyingamasa. Hatto kelmay kelayingacha bilaman men buni. Maykan aka. Kech payt sinfdoshlar bilan oshimiz bor soat 7 da eski choyxonada. O'tkin. O'taman. O'tmaysiz. Xullas kechdim. Tushunmadim. Oshlig'aydan kechdim. Qo'ydi.